Tanzula bilan Uyg'urlar to'qisini bo'pti. Nurg'unlaringiz xiyolingizni qamaylashmang. Qalayimqan pulni yo'llab qo'ysam, ayrimxonasiga motortaq parang qilib qo'ysam, mushtal bo'lqitgan o'xshaydi deb motortaq kirib qolibsiz meni. Men shu yo'llagan shu har qanday pullarimizni, menga yozgan ayrim uchurlaringizni, mush Tanzula to'qis qanday bo'ldi degan uchurlaringizni butun fuyun qilib, chiqirib arqib saqlayapman. Men qulamni ishdan ozroq tuyitib olay. Şu nochilarningki, şu vaqt kelganda, şu hukumat organi qonunning oldiga olganda qanday qilar ekansiz men ko'rib baqay. Shuningga esingizda bo'lsin. Men mo'lto'taq emas. Men sizning och singillaringizni menga yotiq bo'lsan, yo majbur tegsan deb zo'lab baqmadim. Ham zo'lasammi, siz xohlasangiz bir siz qizingizni xohlamasangiz bermaysiz. Men shu xohlayotgan qizlar bo'lsa da'vatime. Shuningga men uni buni ochang chiqarsangmamda, so'nin chiqarsangmamda hayvon degan bo'llar. Men hayvonmi vaqtgan sizlar hayvonmi? Shu o'rinlarga borganda angizga aptongning qanchalik no'chligini ko'rib baqay. Yan birsi bazallaringlar o'rning nada? Men 100 tran ko'rsam bo'ldi sizlar bilan deb qapsizlar. Mening o'rnim Oqsuv Qizilko'rikda. Har vaqt har zaman kelsanglar bo'ldi. Men mushtaq mayli Uyg'ur, mayli Xanzu, mayli Qozoq, mayli Qirg'iz, mayli Xo'yzu har qanday millatga loyiq tunishtirma. Tigime olma lamsa tunishtirma. Mening qonunli o'rin. Shuningga men seninki ochsonlarini chiqag'in deb zo'lamagandan keyin xohlamsang sirib o'tkazsang bo'ldi. Bo'lmasa pullam yozsang, yana fuyun arqsaqlab meni berma. Do'yin nomerlarini tatib, hammasi do'yin nomerini birlan bassa, sening kimning nomiga olgan do'yin hammasi chiqdi. Sen o'zingcha meni ko'ramas qo'yib, do'yin chiqqan zo'plarni yutib qutulma deb qopsan. Qamqil qilma. Qag'ini oxirida ko'rishaylik, 抖音